Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining bildirishicha, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon osonliqlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi davomlashayotgan Sharqi Turkistonda paxta tijorati bilan shug'ullangan shirkat va korxonalar bu rayondan ayrilishga boshlagan. Mazkur tashkilot 25 oktyabr e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, paxta ishlab chiqarishning pasib ta'sirini azaytish va ma'lum shartlarga asosan paxta guvohnomasini tarqatish uchun qurilgan xalqaro yaxshi paxta tashabbusi tashkiloti oldingi hafta Sharqi Turkiston rayonidagi barliq faoliyatlarini to'xtatganligini e'lon qilgan. Mazkur tashkilot Uyg'urlar majburiy emgakka o'xshash ig'ir kishilik huquq dafsandichilikka uchrayotgan bu rayonning kun sari qabul qilinmaydigan xizmat muhitiga aylanganligini bildirgan. Mushuning o'xshash qarorlarning ilgari mustaqil iqtisodiy taftish shirkatlari va davlat markalar tarafidan chiqarilganligi tilga ilingan bayonotda oldin qayda keyin kechak shirkati HNMning bundan bir necha kundan keyin xalqaro iqtisodiy taftish va guvohnoma qatorliq sohalarda faoliyat qilgan 5 shirkat va korxonaning osonliq millatlarning majburiy emgakka silanganligi sababidan Sharqi Turkistondan paxta ta'minlamaslik qarori chiqarganligi ta'kidlangan. Bayonotda shirkatlar kishilik huquqi daxl-taruz qilgan ta'minlash zanjirini kontrol qilishga va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti savdo va kishilik huquq ko'rsatmasi bo'yicha oldini olish va hal qilishga chaqirilgan. Ammo buning rayonda tijorat qilayotgan shirkatlar uchun kun sari qiyinlashayotganligi ta'kidlangan. Shveysariya taratqullari 23 oktyabr Uyg'urlarning ahvoli Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoy bilan G'arb o'rtasida yana bir qatim jiddiylik paydo qildi nomli maqola e'lon qildi. Xabarlarga qaraganda, jurnalist Silvi Lasirning bu yil mayda Uyg'ur rayoniga sayohat nomli kitobi nashr qilganligi va Uyg'urlarning kitobdagi ifodasining bek kechikib ketdi bo'lganligi bayon qilingan. Kitob avtori mundaq dedi: Guvohlik bergan Uyg'urlar menga Uyg'ur millatining yo'qolish girdobiga yetib qolganligini aytdi. Uning shohidlardan naql qilib aytishicha, Uyg'urlar hozir Sharqi Turkistondagi har qanday shaharning ko'chalarida nihoyat oz uchraydi ekan. Ammo Xitoylar bilan to'y qilishga majburlangan ayollar va boshqa millatlardan oz sonli kishilarni topqili bo'ladi ekan. Silvi Lasir yana muxbirlarga chet elda yashaydigan Uyg'urlarning barliq tuqqanlari bilan bo'lgan aloqasini uzganligini, Sharqi Turkistonda nima ish bo'lganligini bilish mumkin emasligini aytgan. Yevropa Parlamentining a'zosi Yevropa Yeshillar partiyasining raisi Reinhard 23 oktyabr kuni Yevropa Parlamentining raisi va muavin raisiga birlashma ochiq maktub yo'llab, ularni Uyg'ur masalasida keskin tadbir olishga da'vat qildi. Reinhard apandining tor betida e'lon qilingan ochiq maktubga Yevropa Parlamentining 100 nafar a'zosi imzo qo'ygan bo'lib, uningda bir qism Yevropa shirkatlarining Uyg'ur diyoridagi majburiy emgakdan manfaat olayotganligi, Uyg'urlarni qul qilish badaliga ishga selayotgan bu xil majburiy emgak halqasini cheklash uchun Yevropa ittifoqining bu xil emgak mahsulotlarini Xitoydan import qilishga xotima berish lozimligi alohida ta'kidlangan. Mektubda navbatda millionlagan Uyg'urlarning lagerlarga qamli bo'lganligi, yana kelib Amerika hukumatı bu xil majburiy emgak mahsulotlarini import qilishni man'iy qilish haqida qaror olganligi eskartilib, Yevropa ittifoqining haqqoniyat sepidan o'rin olishi kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Amerikaning Xitoydagi 6 axborot organini chet el vakillari deb aniqlama berganligiga qarta, Beijing doiralari Xitoyda faoliyat qilayotgan 6 Amerika axborot organidan xodimlari va faoliyatlari, moliya mablag'i va ko'chmas mulklarni doklad qilishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida Xitoy axborot vositalari Amerikada uchraydigan besimga qarshi bu qadamni besishga majbur dedi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotida ABC televiziya kanali, Los Angeles vaqt gazeti, Minnesota ommaviy radio stansiyasi, Newsweek jurnali qatorliq axborot organlarining 7 kun ichida munosabatlik uqtirishni o'rinishi kerakligi o'tirg'a qo'yilgan. Beijing hukumatining bu qadami Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning 5 kun ilgari Amerikada faoliyat qilayotgan 5 Xitoy axborot vositasini chet el vakillari deb tasvirlagandan keyin aytildi. Chet el vakillari deb qaralgan Xitoy axborot vositalari ularning faoliyati va mol-mulklari haqida doklad berishga majbur bo'ladi.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı Avropanın Wuhan virusuga qarşı kurashni astoydil tezlatishi kerakligini ogohlantirib, Xitoy virusi yuqumining yangi markazining Yevropa cho'nquruqliq ekanligini xabar qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı'nın baş direktori Ghebreyesus bu təşkilatның Shveysariyaning Jenevadagi bosh organida sin yig'ini orqali Dünya Səhiyyə Təşkilatı yuqum ahvoli mutaxassislari bilan ko'rishdi. Ghebreyesus oldin qatta dunyoning Wuhan virusi yuqum sonining eng yuqori chekka yetganligini aytdi. Shimoliy yarim shardagi nurg'un davlatlarda kasal va doktorxonada yetib davolanayotganlarning sonining kishini cho'chitadigan darajada ko'payayotganligini tilga olgan Ghebreyesus, bo'libmi Yevropa va Shimoliy Amerikada og'ir kasallarni ko'zish o'rinlarining tezlikda to'lib ketayotganligi to'g'risidagi uchurlarni oshkorladi.